Assalomu alaykum akalar, ukalar. Mana Mercedes. Sizlarga bitta obzorni qilyapmiz, sotilar ekan. Narxi 80 necha? 80 ta ekan. 80 ming somon. Akalar, nomerda ko'ringizlar, Zolotoy. Nomer bilan ketadimi? Ha, utilizatsiya bor ekan, 3.5 motor, benzin xoli. Dokumentlari bor. Mana salonni qarangizlar-da, akalar, mashina Garovtiniki, Zafar TVniki blogerniki. Reklama qilish qaror qildik. Mana balonlarim cho'tki. Ishlarim zanglagan joyi yo'q. Akalar, bilan problemasi yo'q ekan. Hozir dokumentning surogini va yilini so'raymiz hozir. Yili necha buning? Yili 2008 mi? Dokument qancha surogi bor? Yangi deb aytyapman. Dokument yangi qilgan ekan akalar, mana. Filis tomoni shu tomon 1 yilga bemalol minasizlar. Kimga nasib qilsa akalar. Yaxshi kunlarga mana. Salom va shukr ekan. Telefon nomeringizni ayting. 55 00 52 3 akalar, mana shunga telefon qilasizlar. Akalar, mana Toyota Corolla 3. Kimga qiziqsa, yana bu ham Zafar TVniki akalar. Buni ham obzorni qilyapmiz. Hozir polni obzor qilamiz buning. Nimalarni, dokument haqida, yili haqida. Toyota Corolla 2 deyapti. Balonlar sostoyaniysi zo'r. Saqal qo'ymay yurishim bo'lmaydi. Endi olib qo'ymaydi. Bu mashinam Zafar TVga tegishli Zafar bo'ldiki. Mana ozgina ishlari bor ekan. Toyota Corolla 2 sistemada balonlari biron chirigan joyi yo'q ekan hozircha. Urilgan purgan joylari, tutilgan joylari klaska qilish kerak. Bellarda sal chirigan joy bor ekan. Ular eshitmaymiz. Ichkarisini ko'rsatamiz akalar. Buning ham saloni zo'r ekan. Xo'p, avtomat коробка ekan. Eshik set telefon qilyapti. Alo. Alo. Yaxshida, zo'rmisiz? Salomatmisiz? Shu bozorda ana Zafar TVning nimasi mashinani video qilyapman. Mashina bozorda. Keling mana. Ha. Bang yili necha? 2006 ekan yili. Dokumentlar bor? Dokumentlar ham foydali. 1 yillik dokumentlar bor deyapti akalar. Mashina bo'lsa shunday bo'ladi akalar, mana. Bemalol video qilyapmiz. Telefon nomer shu nomerlar. 55 52 3 dedimi? 55 52 setayak kutu nomer telefoni shu. Dokument tosh yak sola.
2009-yil ekan. 2009'da. Shash gufta, bat 9 guf. Toyota Corolla 3. Akalar buni narxini aytmoqmiz. 65 ta deyapti, savdo bo'ladi deyapti. Bu esa 80 ta. Akalar Toyota Corolla aksiya 100 ta deyapti. Motor 1.5 gibrid. Nomerim padarka bo'ladi. Sizlarga obzor qilamiz hozir. Balonlar cho'tki. Astrolarni olamiz. Salon cho'tki. Akalar mana bagaj ishi. Solish changufti? Solish da zoru chorda. 2004 deyapti. Akalar dahshat. 100 ta deyapti. Gibrid ekan, 1.5 ekan motor. Avtomat korobka. Ne? Номерош подарка мешава? Номерош подарка мешава? Номерош агар залчур будураша мегиремуш, не ками хефкидаша. 902 32 33 88 88. Rahmat. Assalomu alaykum akalar. Mana Opel Astra Caravan kimga ma'qul bo'lsa 85 ta deyapti. 1.6 motor. 2006 deyapti yilini. Balonlar cho'tki. Kimga qiziq bo'lsa salondagi ko'rsatamiz. Utilizatsiya dora? Utilizatsiya dora? Utilizatsiya. Utilizatsiya bor ekan. 1 yillik dokumentlari bor. Qo'yda beryapti. Chiqinlar cho'tki. 2006 benzin gaz chiqi. Еврочор gaz. Benzinay. Номерош подарка мешава aka? Номерош. 54 54 nomerlar padarka bo'ladi kim bilsa. Kim 1.6 motor. Chiqinlari zo'r ekan. Jukka zo'rda bu mashinalar. Akalar Toyota Camry 2 SK, короче, 150 ta deyapti narxini. Motor 2.5. Hozir yilni so'raymiz akalar. Tonirovka bor ekan, dokumentlarni so'raymiz hozir. Balonlar. Shishasi yanida. Yili nimasi nima ekan? Yili necha? Bushkanni to'g'risini o'zini ko'ryapsan, oldin qaytarib qolib arz qo'ydi. Mana var. Yili necha dedilarsiz? 11, 2011 ha. Nimachi? Motor 2.5. Amerikan. Dokumentlarchi? Dokumentlari, hujjat hammasi 1 yillik. Nimalar, shunday olib siz olmayman. Avtomat korobka. Avtomat korobka. Meni ham olib bering ular. Olib beraymi? Ha, berim. Mana akamiz. Chetka, elektropaket, hamma narsa foydali. Mana akamiz qo'lini ko'taryapti. Tomosha indirgan ekan. Qayerdan ayting? Tomosha qilib turibmiz. Nega bu? Rossiyada jirganlarga tilak bildiryapti. Bugun nomer padarka bo'ladimi ekan? Ha?
Nomer podarka bo'larmikan deyman. Четкий, короче. Tamam, sağ ol. Salgina ish bor ekan. Bu четкий mashina. Akalar Fortur yak, Fortur 1 ekan. Qabul qilamiz. Jukka nimaga yaxshi? Ichkarisi. Forturga qiziqayotganlar bo'lsa, narxini so'raymiz. Takliflarni so'raymiz. Dokumentlar shamash qasda. Chanqa dokument so'rab ko'ring. So'rasham? Bazorim. Narxchi? Narxish. 50 ming ekan, savdolar. 2000 yil ekan. O'tkazasi dokumentlar bor deb. Akalar Nexia 2 32 ming so'm deyapti. 2011 ekan yili. Tabzor qilamiz hozir. Balon zimni? Zimni yangi balon qo'ygan ekan akalar. Assalom deb olamiz. Dokumentlar qanday? Dokumentlar yetadi bor. Ertaga? Ha, ertaga tugagan dokument. Utilizatsiya bor-a? Bor. Mana salon akalar, mexanika. Balonlar zimni balonlarga yangi qo'yilgan, cho'tka emas. Orqasidan nima olamiz bitta? Yaxshi mashina. 32 ming arzon ekan. Yana muomalasi bo'lsa kerak uncha. Sivido mega. Nomer telefon qo'yamizmi? 887 45 45 12 12. Akalar Opel Hejibek motor 1.6 8 oylik dokumentlar bor ekan, utilizatsiya bor. Tabzor qilyapmiz. Narxi 30 ming so'm deyapti. Chiqar qilib qo'ygan. Telefon nomer mana. Mana telefon. Balonlar yangi ekan. 30 ming so'm yana muomalasi bor deyapti akalar. Hejibek. Yili 94 mi 97 ekan. Yili nechi 97 mi? 97 yil. Sita ekan. Sita. Akalar Opel Caravan mana. 1.6 motor, benzin, gaz 97-yil. Dokumentlar chiqadi. Dokument utilizatsiya to'g'ri dokument. Dokumenti tugabdi, utilizatsiyasi bor ekan. 35 ming so'm deyapti. Mexanika. Hoş, sozay. Telefon nomer bilmaymanmış. Nima desa, nima ko'rmayman. Anam nomeri. Telefon nomer qo'ydim. Murojaat qildirasizlar. Kimga karavan kerak bo'lsa, Chorshanba bozorda. Срочный, включай. Muomala to'g'ri, Sevipanch Hazormeka, utilizatsiya to'g'ri, dokumentlar shu tushdagi
Kida ma'qul bo'lsa endi zang zangni. Motor 1.6 97 misol. Akalar mana Martiskel sotilar ekan. Hafta ozog'da ham 7000 so'm ekan. Kilometrga kim tushunsa mana hech tushirgan taqdircha. Ciddi ming hafta zo'r. Nomer telefon me'mormish? 907 89 56 54.